Erkak kishi kamolotida ayolning o'rni. Ikkinchi qism. Ibrohim alayhissalomning yoshi bir joyga yetganda ayoli Hojar onamizdan Ismoil alayhissalom dunyoga keldi. Alloh Ibrohim alayhissalomni imtihon qilish uchun go'dakni qurbonlik qilishga buyurdi. Robbim, menga solihlardan ato et, dedi. Bas biz unga bir halim o'g'ilning xushxabarini berdik. Bas qachonki bola uning o'zi bilan birga yuradigan bo'lganida, ey o'g'ilcham, men seni tushimda so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Boqib ko'r, nima deysan? Saffot surasi 100-102 oyatlar. Ibrohim alayhissalom farzandiga Alloh tomonidan qilingan amrni yetkazib, ey o'g'ilcham, men seni tushimda so'yayotganimni ko'rmoqdaman, boqib ko'r, nima deysan, dedilar. Shunda Ismoil alayhissalom, ey otajon, senga amr etilganni bajar, inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topursan, dedilar. Ibrohim alayhissalomning Alloh taolo amriga so'zsiz itoat etishlari bu boshqa narsa. Chunki u zot payg'ambar va hatto payg'ambarlarning ulug'laridan bo'lganlar. Ammo norasida Ismoil alayhissalomdan mazkur so'zlarning chiqishi hayratlanarli ishdir. Holbuki go'dak bo'lishiga qaramay Ismoil alayhissalom Allohning amriga bo'ysunib, qurbonlik qilinishiga rozi bo'lishlari bu yoshdagi bolalarning tafakkuriga sig'adigan gap emas. Yuqoridagi oyatlar shahrida mufassirlar Ismoil alayhissalomning Allohga itoatkor bo'lib tarbiyalanishlarida Hojar onamizning katta hissasi bor deb aytganlar. Eslang, Alloh Ibrohim alayhissalomga ayoli Hojar onamizni chaqalog'i bilan kimsasiz sahroda, ya'ni hozirgi Makka mukarrama o'rnida qoldirishga amr qildi. Kimsasiz sahroga tashlab ketilayotganlarida Ibrohim alayhissalomdan Hojar onamiz, buni bizga jahl ustida qilyapsizmi yoki Alloh taoloning amriga binoanmi deb so'radilar. Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning buyrug'iga binoan dedilar. Shunda Hojar onamiz hech qanday ikkilanishsiz, sizni bu ishga buyurgan zot Alloh taolo biz bilan ekan, aslo zoye ketmaymiz, dedilar. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday deyilgan: Ey Robbimiz, men zurriyodimning bir qismini, o'g'lim Ismoil va uning onasi Hojarni sening hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim. Ey Robbimiz, ular namozni mukammal ado etsinlar, deb shunday qildim. Bas sen o'zing odamlarning dillarini ularga moyil qilib qo'ygin va ularni barcha mevalardan oziqlantirgin. Shoyatki shukr qilsalar. Ibrohim surasi 37-oyat. Ana shunday e'tiqoddagi ayoldan tug'ilib, uni emib katta bo'lgan boladan, ey otajon, senga amr etilganni bajar, inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topursan, degan gap chiqishi tabiiy hol sifatida qabul qilish lozim. Zero har bir yetuk shaxs ortida ayol mehnati yo ona, yo qiz yoki singil suratida namoyon bo'ladi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, Rasul akram sollallohu alayhi vasallamning g'ordagi sheriklari, safardagi hamrohlari bo'lganlar. Qur'oni Karimda shunday deyilgan: qachonki uni kofirlar ikki kishining biri sifatida vatanidan chiqarib yuborganlarida ikkovlari g'orda turib Muhammad sollallohu alayhi vasallam hamrohi Abu Bakrga tashvish chekma, albatta Alloh biz bilan birgadir, degan edi. Tavba surasi 40-oyat. Ularning Makkadan Madinaga qilgan safarlariga e'tibor bersangiz, uning ortida ham bir ayolning fidokorligiga guvoh bo'lamiz. U Abu Bakr roziyallohu anhuning qizlari Asmo roziyallohu anhudir. Al-Bidoya va Nihoya asarida kelishicha, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning uylariga tashrif buyurib, u bilan yolg'iz suhbatlashish lozimligini aytadilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu: ey Allohning mahbubi, uyda ayolim va ikki qizimdan boshqa hech kim yo'q, dedilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam xotirjam bo'lib, hijrat qilishga ruxsat bo'ldi, dedilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning katta qizlari Asmo roziyallohu anhu shu zahot yopinchiqlarini ikki bo'lakka bo'lib, birini boshlariga tashladilar, ikkinchi bo'lagini esa Nabiy sallallohu alayhi vasallamning narsalarini tugib, ularni kuzatib qo'ydilar. Yo'lga chiqishdan oldin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ayoliga: siz ovqat tayyorlang. Qizlari Asmoga: siz yosh qizchasiz, odamlar sizdan shubhalanmaydi. Oyingiz tayyorlagan ovqatni Savr g'origa yetkazib berasiz, dedilar. Asmo roziyallohu anhu qiladigan ishlarini yaxshilab tushunib, endi Nabiy sallallohu alayhi vasallam va otalarini kuzatgan ham edilarki, bobolari Abu Quhofa keldi. O'g'lim Abu Bakr qani, deb so'radi. Bolalar: ular hozirgina chiqib ketdilar, deb javob berdilar.
Abu Quhofaning yuragi biroz bezovtalanib, mol va dunyoning hammasini olib ketib qolmadimi deb so'radi. Asmo roziyallohu anhu juda yosh bo'lishiga qaramay bir uyum tosh ustiga mato yopib, ziyraklik bilan bizga mana buni qoldirib ketdilar dedi. Abu Quhofaning ko'zi ojiz bo'lgani bois matoning ustini qo'li bilan paypaslab Abu Bakr ortidan ko'p boylik qoldirib ketibdi degan xayolga borib xotirjam bo'ldi. Asmo roziyallohu anhu ta'kidlashicha, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu o'zi bilan 5000 dirhamni olib, ahliga Alloh bilan Rasulining ismini qoldirgan edi. Asmo roziyallohu anhu har kun Savr g'origa ovqat yetkazib turdi. Ikkinchi kuni Nabiy sollallohu alayhi vasallamning oldilariga ovqat olib borganida uning yuzi jarohatlangan va g'amgin edi. U zot: "Asmo, nima bo'ldi? Nega g'amgin ko'rinasan? Yuzingga nima bo'ldi?" dedilar. Asmo roziyallohu anhu ko'zlariga yosh keldi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam nega yig'layapsan dedilar. U: "Ey Allohning suyuklisi, kecha sizlarga ovqat tashlab uyga qaytayotganimda yo'lda Abu Jahlni uchratib qoldim. U sochlarimdan mahkam tutib tortib, Asmo, sen otang va payg'ambaring qayerdaligini bilasan, ularni qayerdaligini ayt dedi. Ey Allohning suyuklisi, unga ha, ularni qayerdaligini bilaman deb to'g'risini aytdim. Shunda u: ular qayerda deb so'radi. Unga ularning qayerdaligini aslo aytmayman deb javob berdim. Abu Jahl unday bo'lsa seni qattiq kaltaklab qiynayman deb to'q-po'pisa qildi. Ey Allohning rasuli, unga qo'lingdan kelganini qil dedim. Shunda Abu Jahl menga qattiq tarsak tushirdi va katta toshga urilib peshonam yorildi. Ko'zlarimga yosh kelib juda qattiq aziyatlandim. Abu Jahl sochimni tortib o'rnimdan turg'azib, Asmo qattiq kaltaklayman dedi. Unga: ey Abu Jahl, jonim senga havola, nima qilsang qil, lekin Muhammad sollallohu alayhi vasallamni aslo senga topshirmayman dedim. Asmo roziyallohu anhu yosh qizaloq bo'lishiga qaramay Nabiy sollallohu alayhi vasallamni o'ta yaxshi ko'rar va chin muslima edi. Islom tarixida buyuk iz qoldirgan Abu Bakr roziyallohu anhuning Qur'onda maqtalishiga sababchi bo'lgan bu safar ortidagi ayol mehnati mehribon qiz siymosida ko'zga tashlanadi. Umar roziyallohu anhu. Umar roziyallohu anhuga Murodul Mustafa, Rasulullohning xohishlari deb ham murojaat qilinar edi. Buning sababi esa quyida keluvchi jumlalar orqali ma'lum bo'ladi. Islomga kirishidan oldin Umar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qatl qilish maqsadida qilich yalang'ochladilar. Yo'lda bir sahobiy unga ro'baro kelib: "Ha Umar, shitob bilan qayoqqa ketayapsan?" dedi. U Muhammadni o'ldirgani dedi. Sahobiy: "Subhanalloh, sen avval singlingni uyiga bor. Kuyoving Sa'd ibn Zayd bilan singling islomni qabul qilib musulmon bo'ldilar" dedi. Umar qattiq g'azablandi. "Uyimdagilar ruxsatimsiz, xabarim bo'lmay turib islomni qanday qabul qilishlari mumkin?" dedi-da shu zahoti singlisining uyiga borib eshikni taqillatdi. Umarga ichkaridan nimanidir ovozi eshitildi. Singlisi Fatima eshik oldiga kelib, tirqishdan qarab, akasi Umar kelganini ko'rib, "Umar kelibdi" dedi. Er-xotin Qur'on o'rgatish uchun kelgan sahobiy va Qur'on oyatlari yozilgan sahifalarni tezlik bilan yashirdilar. Eshik ochilib, Umar kirib keldi va kuyoviga: "Musulmon bo'libsizlar deb eshitdim" dedi. Kuyovi: "Islom haq din, uni qabul qilishimizga hech qanday to'siq yo'q" deb javob berdi. Bu so'zlarni eshitib o'zini tutib tura olmadi. Umar kuyovini do'pposlashga kirishdi. Fatima erini kaltakdan saqlash uchun o'rtaga tushdi. G'azabiga erk bergan Umar singlisining yuziga ham tarsaki tushirdi. Fatima kaltak zarbidan yerga yiqilib, ko'ziga yosh keldi va sekin o'ziga kelib: "Ey Umar, sen sutini emgan onaning sutini men ham emganman. Tanamdan jonimni chiqarishing mumkin, lekin qalbimdagi iymonimni chiqara olmaysan" dedilar. Bu gaplar Umarning qalbiga qattiq ta'sir qilib, qalbi yumshab: "Fatima, menga aytchi, hozirgina sizlar nima o'qiyotgan edingiz?" dedi. Fatima: "Sizning jismingiz nopok, bu pok so'zlarni eshitish uchun g'usl qilib olishingiz kerak" dedi. Umar g'usl qilib Alloh taoloning quyidagi oyatlarini tingladi. "Albatta men o'zim Allohdirman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni zikr etish uchun namozni to'la to'kis ado et." Toha surasi 14-oyat. Umar oyatni tinglab, "Meni ham islomga kirgizinglar, musulmon bo'lay" dedi.
Shu payt yashirinib olgan sahobiy tashqariga chiqib, "Ey Umar, muborak bo'lsin." Bir necha kundan buyon Nabiy sallallohu alayhi vasallam Allohim islomni Umar ibn Xattob yoki Abu Jahl ibn Hishom bilan aziz qilgin deb duo qilayotgan edilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning duolari sen haqingda ijobat bo'libdi, muborak bo'lsin. Kel birga sallallohu alayhi vasallamni oldilariga boramiz dedi. Ular Akram roziyallohu anhuning uyiga bordilar. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam suyanib o'tirib sahobiylarga dindan ta'lim berayotgan edilar. Bir payt eshik taqilladi. Sahobiylardan biri teshikdan qarab, eshik oldida Umar turgani, qo'lida esa qilich borligini ko'rib, "Ey Allohning mahbubi, Umar kelibdi. Qo'lida qilich ham bor. Nima maqsadda kelganini bilmaymiz" dedi. Shunda Hamza roziyallohu anhu o'rtaga chiqib, "Darvozani ochinglar. Yaxshi niyatda kelgan bo'lsa, bosh ustiga. Agar shu niyatda kelgan bo'lsa, o'sha qilich Umarning o'zini boshini yeydi. U bilan qanday gaplashishimni ko'rib qo'yinglar" dedi. Darvoza ochilib, Umar butunlay o'zgargan holda kirib keldi. U payg'ambarimizni qatl qilish niyatida kelgan edi-yu, lekin avvalroq o'zini o'zi qatl qilib bo'lgan va Rasulullohning xodimiga aylangan edi. Umar odob bilan Rasululloh qarshilariga o'tirib, "Bu yerda sizga ummat bo'lish uchun keldim" deb Umar roziyallohu anhuga aylandilar. Payg'ambarimiz baland ovozda takbir aytdilar. Uni eshitgan sahobalar ham Allohu akbar deya hamma yoqqa jar soldilar. Bu islom tarixida baland ovozda aytilgan ilk takbir bo'ldi. Umar roziyallohu anhu 40-chi bo'lib islomni qabul qildilar. Suhbat biroz davom etgach, namoz vaqti kirib, sahobiylar namoz o'qishga shaylandilar. Shunda Umar roziyallohu anhu, "Ey Allohning rasuli, namozni shu yerda o'qiymizmi?" "Yo'q." Umar musulmon bo'ldi. "Kelinglar Ka'baga borib namoz o'qiymiz" dedilar. Musulmonlar Ka'ba qarshisiga keldilar va Umar roziyallohu anhu, "Ey Qurayshliklar, har biringizning oilangiz bor. Kim ayolini beva va bolalarini yetim qolishini istasa, Umarga qarshi chiqsin. Biz bu yerda Alloh taologa ibodat qilamiz" dedilar. Alloh taolo mana shu yigit vositasida islomga azizlik berdi. Bu yigitga islomni qabul qilish esa singlisi Fatima sababli bo'ldi. Qarang, bu erkakning kamoloti orqasidagi ayol mehnati singil qiyofasida namoyon bo'lmoqda. Islom tarixida bunga o'xshash misollar juda bisyordir. Tarixda Ikrima roziyallohu anhu nomli buyuk sarkarda sahobiy o'tganlar. Makka fath qilinganda islomga qilgan qarshiligi va Rasulullohga yetkazgan aziyati sababli u bugun albatta qatlga hukm qilinsam kerak degan xayolda Makkadan qochib uzoqroq yerga ketadi. Makka fathining ertasi kuni Ikrimaning ayoli islomni qabul qildi va Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning mahbubi, erimga omonlik bering, toki u shundan ta'sirlanib islomni qabul qilsa" dedi. Rasululloh unga omonlik berdilar. Manbalarda kelishicha, Ikrima qayiqqa o'tirib daryoning narigi sohiliga o'tib ketayotganida ayoli bundan xabar topib, u ham tezroq yuradigan bir kemaga o'tirib eriga yetib oladi va "Qayoqqa ketayapsiz? Ortingizga qayting, Makkada yashaymiz" deydi. Ikrima, "Ular meni qatl qilishga hukm chiqarishgan" dedi. Ayol, "Yo'q, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sizga omonlik olib keldim" deydi. Ayol erini olib ortiga qaytadi. Ikrima Makkaga kelganidan keyin islomni qabul qilib Ikrima roziyallohu anhuga aylanadi. Keyinchalik Alloh taolo uni musulmonlarning yetakchi sarkardasiga aylantiradi. Bu yerda ham muvaffaqiyatga erishgan bir kishining ortida jufti halol qiyofasidagi ayol mehnati namoyon bo'lmoqda. Sahobalar va ulardan keyingilarning hayotidan bundan boshqa ham ko'plab misollarni keltirish mumkin.